Maktab va institutlarda o'qish tugadi. Imtihonlar topshirildi. Ammo hozir minglab, 10 minglab yoshlar va ularning ota-onalari xavotirda. Endi nima qilamiz? Keyingi qadam nima? Sizga bitta savol. Qo'shningizning o'g'li nufuzli universitetga grantga kirdi. Uylarida to'y, bayram kayfiyati. Sizning otangiz esa sizga qarab, "Qara, falonchining o'g'li o'qishga kirdi. Sen bo'lsang hali ham yuribsan" deb ta'na qilyapti. Ichingizdan nima o'tadi? O'zingizni omadsiz, kelajagi yo'q, jamiyatga keraksiz odamdek his qilyapsiz, to'g'rimi? To'xtang. O'zingizni, ich-etingizni yeyishni hoziroq bas qiling. Men bugun sizga hammasi yaxshi bo'ladi, siqilmang deb chiroyli tasalli berish uchun kelganim yo'q. Men sizga arzon va vaqtinchalik motivatsiya ham bermayman. Aksincha, nimaga siz va sizning ota-onangiz o'z kelajagingizni oddiy bir lotereya o'yiniga aylantirib qo'yganingizni yuzingizga aytaman. Qo'shningizning o'g'li o'qishga kirgan bo'lsa, bu siz ham aynan shu yo'ldan yurishingiz shart degani emas. Ko'pchilik odamlar maktabni bitirish va institutga kirishni hayotdagi eng katta yakuniy maqsad deb o'ylashadi. Institutga kira olmasa, go'yo hayot tugaydi deb qarashadi. Bundan ham savolga javob bering. Ko'chada minglab diplomli ishsizlar yuribdi. Nimaga o'z kasbini yomon ko'radigan, har kuni ertalab ishga la'nat aytib boradigan oliy ma'lumotli mutaxassislar ham tiqilib yotibdi. Nimaga 4 yil iqtisodiyot yoki yurisprudensiyani o'qigan yigitlar, qizlar umuman boshqa sohada kunlik ishlarda yurishibdi. Muammo tizimda emas, muammo sizning fikrlashingizda. Bizning jamiyatda bitta yuqumli kasal bor. Odamlar nima deydi sindromi. Ko'pincha maktab bitiruvchisi kasb tanlayotganda o'zini real iqtidoriga, bozordagi haqiqiy talabga yoki shaxsiy qiziqishiga umuman qaramaydi. U qarindoshlar davrasida to'ylarda maqtanishga qulay bo'lgan jarangdor nomni tanlaydi. O'g'lim xalqaro munosabatlarda o'qiydi. Qizim falon universitetda, hatto maqtanishadi, o'g'lim chet elning falon universitetiga kirdi deb. So'rab surishtirsangiz, u universitet dunyoning reytingini hatto top 1000 taligiga ham kirmaydi. Xo'sh, keyinchi 4 yildan keyin o'sha jarangdor diplom devorda shunchaki ramkada turadi. Bola esa hayotda o'z o'rnini topolmay sarson bo'ladi. Endi esa ota-onalar uchun achchiq haqiqat. Ota-onalar, bu gapim to'g'ridan-to'g'ri sizlarga tegishli. Farzandingizni diplomi bu sizni qo'shnilar yoki qarindoshlar oldida himoya qalqoningiz emas. U maqtanish uchun vosita ham emas. Ko'pchilik ota-onalar o'z vaqtida erisha olmagan orzularini, armonlarini va majburiyatlarini farzandini bo'yniga yuklab qo'yadi. Men shifokor bo'la olmadim, armonim qoldi. Endi sen albatta vrach bo'lasan. Bola qondan qo'rqadimi? Odamlar bilan ishlashni yomon ko'radimi? Buni umuman qizig'i yo'q. Asosiysi o'sha qog'oz, ya'ni diplom. Siz bu bilan nima qilyapsiz? Siz kelajakni ko'rib qurmayapsiz. Siz bolani eng oltin davri bo'lgan 4 yil umrini va millionlab shartnoma pullarini shunchaki bitta qog'oz uchun yoqib yuboryapsiz. Institut yoki olim ta'lim olish xatomi? Yo'q. Ta'lim bu dunyodagi eng kuchli qurol. Lekin qurolni qanchalik kuchliligi emas, uni kim, qayerga qarab o'qlagani va nishonni qanaqa topishi muhim. Agar sizning nishoningiz aniq bo'lmasa, dunyodagi eng qimmat qurol ham oddiy temir parchasiga aylanadi. Keyin o'sha diplom uyda javonni tagida chang bosib semirib yotadi. Na o'ziga va na jamiyatga foydasi tegadi. Men 2009-yildan beri xalqaro logistika sohasidaman. Biz dunyo miqyosida yuklarni tashiymiz, tizimlar quramiz. Bu sohada bittagina xato yoki adashish millionlab dollar real zarar va kompaniyani inqiroz degan. Logistikada biz amal qiladigan bitta temir qoida bor. Agar ulkan konteyner kemasiga aniq manzil, ya'ni geografik koordinata berilmasa, u portdan joyidan jilmaydi. Joyidan chiqqan taqdirda ham okeanning o'rtasida yo'nalishini yo'qotib, yo adashib ketadi, yo umuman cho'kib ketadi. Sizning yoki farzandingizning hayoti ham aynan o'sha ulkan kema. Bu kemani qaysi maqsadda, qayerga jo'natyapsiz? Iqtisodiyotga kirsam zo'r bo'lardi. Bu maqsad emas, bu chiroyli illyuziya. Lekin biznes analitik bo'lib, yirik loyihalarni boshqaraman. Mana bu maqsad, mana bu aniq reja. O'qishga kirib olay, keyin bir gap bo'lar deyish, bu o'z hayotiga va kelajagiga nisbatan qilingan ochiqcha jinoyat. Bu xuddi kemani okeanga hech qanaqa xaritasi chiqarib yuborganday bo'lasizda, xudo xolasa birorta orolga yetib olarmiz deyish bilan bir xil. Qo'shningizning o'g'li bojxona akademiyasiga yoki yuridiskiga kirdimi? Zo'r, uni tabriklayman. Lekin uni kemasi boshqa, ichidagi yuki, boradigan yo'nalishi umuman boshqa. Sizning kemangiz ko'r-ko'rona unga ergashib suzsa, toshlarga urilib pachaq chiqadi. Siz kimnidir nusxasi yoki g'oyasi bo'lish uchun tug'ilmagansiz-ku. Endi eng katta muammoni aytaman. Buni yaxshilab qulog'ingizga quyib oling. Institut
bu hayotni asl maqsadi emas. Men oliy ta'limga yoki universitetga aslo qarshi emasman. Institut bu bilim, bu tizimli fikrlash, bu kuchli muhit va fundamental baza beradigan maskan. Siz u yerda hayotiy aloqalarni, ya'ni kuchli networking shakllantirasiz. Universitet yillari bu shaxs sifatida shakllanish davri. Lekin ba'zilar institutga kirishni hayotda finish chizig'i deb o'ylaydi. Ura, o'qishga kirdim, bo'ldi, hayotim hal. Aslida unday emas. Institut bu finish emas. Bu mustaqil hayotni start chizig'i ham emas. Institut bu shunchaki transport vositasi. Bu bir avtobus. Sizni ma'lum bir manzilga, ma'lum bir kasb va malakaga olib borishi kerak bo'lgan vosita xolos. Aksariyat bitiruvchilarning holatini tasavvur qiling. Siz bekatda turibsiz. Kelgan birinchi avtobusga falonchi ham chiqdi-ku. Ota-onam shuni aytuvdi, hozir soqqish sohada ekan deb surtilib chiqib oldingiz. Ichkarida har xil yo'lovchilar 4 yil davomida hamma o'zi bilan ovora, leksiyalar o'qiladi, imtihonlar topshiriladi. Vaqt o'tgani sezilmaydi ham. Issiqqina, qulaygina ketaverasiz. Va mana 4 yil o'tdi. Oxirgi bekat, eshiklar ochiladi. Sizni avtobusdan tushirib yuborishadi. Qarasangiz, ko'chada sovuq, raqobatga to'la, shafqatsiz hayot bozori. Siz qayerga kelib qolganingizni ham tushunmaysiz. Bu yerda nima ish qilishingizni ham bilmaysiz. Qo'lingizda esa bittagina o'sha narsa, chipta, ya'ni diplomingiz. Siz ish beruvchining oldiga borasiz, diplomni ko'rsatasiz. Bu sizga qarab nima deydi? Xo'sh, universitet bergan bilimni amalda qo'llay olasanmi? Qanaqa tizimlarni bilasan? Biznesga qanaqa foyda keltira olasan? deb so'raydi. Sizda esa javob yo'q. Chunki siz 4 yil davomida avtobusning kuchidan, undagi professorlarning ilmidan, kutubxonasidan o'z maqsadingiz yo'lida foydalanmagansiz. Sizga manzil emas, o'sha avtobusni shunchaki issiqqina avtobusda yurish qiziq bo'lgan. Bilib qo'ying, institut sizni faqat yo'naltiradi, lekin kelajakni o'z qo'lingiz bilan qurishingiz shart. Xo'sh, bu poygadan qanaqa chiqish mumkin? Qanday qilib kelajakni to'g'ri qurish va kasbni adashmay tanlash kerak? Muvaffaqiyat haqidagi quruq motivatsiya bilan emas, sovuq strategiya va aniq hisob-kitoblar bilan. Mana sizga hayotning 3 ta majburiy qadami. Birinchisi, o'z resurslaringizni audit qilishingiz kerak. Atrofdagi shovqinni va boshqalarning fikrini butunlay o'chiring. Qo'lingizga oq qog'oz, qalam oling. O'zingizga rost gapiring. Siz nimani haqiqatdan eplay olasiz? Qaysi ishni qilganingizda charchoqni ham his qilmaysiz? Sizning xarakteringiz qayerga mos? Odamlar bilan muloqot qilishganmi yoki kompyuter qarshida raqamlar bilan ishlashganmi? Tizimlilikkanmi yoki ijodkanmi? Agar siz o'z ichki resurslaringizni, kuchli va kuchsiz tomonlaringizni bilmasangiz, dunyodagi eng katta, eng zo'r universitet ham sizni qutqara olmaydi. Ikkinchisi, aniq koordinata qo'yish, ya'ni smart maqsad. Sizni maqsadingiz har doim 3 ta savolga aniq javob berish kerak. Nima, qachon, nima uchun? Men institutga kirishim kerak. Bu maqsad emas, bu shunchaki zaif bir istak. To'g'ri koordinata qanaqa bo'ladi? Men 2029-yilgacha xalqaro darajadagi kuchli moliyaviy analitik bo'lishim kerak. Chunki men yirik investitsiya kompaniyalarida ishlab, global moliyaviy oqimlarni boshqarmoqchiman. Mana buni koordinata desa bo'ladi. Xo'p, uchinchisi, marshrutni to'g'ri tanlash kerak. Ana endi maqsad va boradigan manzilingiz aniq bo'lgandan keyin o'sha bekatga sizni qaysi avtobus, poyezd yoki taksi tezroq, arzonroq, xavfsizroq olib borishini hisoblaysiz. Ya'ni qayerda ta'lim olishni tanlaysiz. Shu o'rinda o'zingizga savol bering. Sizga aynan shu maqsad uchun 4 yillik an'anaviy institut shartmi? Balki 1 yillik intensiv kurslar, ixtisoslangan tizimlar va to'g'ridan-to'g'ri amaliyot sizni bu maqsadga 3 barobar tezroq olib chiqar. Ta'lim muassasasi sizning maqsadingizga xizmat qilish kerak. Siz ta'lim muassasasini statistikasi uchun xizmat qilishingiz kerak emas. Yoshlar, kelajagingizni boshqalarning o'tkinchi fikri va jamiyatni eskirgan shablonlarning ustiga qurmang. Ota-onangiz sizni yaxshi ko'radi, bu shubhasiz. Lekin tan oling, ularning davridagi hayot qoidalari va bozor talablari bugungi tezkor, raqamlashgan va shafqatsiz bozorda mutlaqo ishlamaydi. Agar siz bugun hozir o'z hayotingizni qo'lingizga olmasangiz, vaqtingizni va maqsadlaringizni nazorat qilmasangiz, ertaga sizni arzimagan pulga o'z maqsadlari yo'lida boshqalar ishlatadi. Siz kimnidir katta loyihasida kichkina va istalgan paytda almashtirsa bo'ladigan bitta bo'lakka aylanib qolasiz. Tanlov o'zingizda. Yoki hoziroq rulni qo'lga olib o'z koordinatalaringizni chizasiz, yoki butun umr birovning avtobusida oddiy yo'lovchi bo'lib, ular aytgan bekatga borasiz. Agar haqiqatdan hayotingizni tizimga solishni, illyuziyalardan qutulishni istasangiz, kanalimga obuna bo'ling. Men mana shunaqa tizimli fikrlarim bilan bo'lishib boraman. Hoziroq izohlarda menga o'zingizni aniq maqsadingizni yozib qoldiring. Siz shunchaki diplom uchun institutga kirmoqchimisiz yoki sizda haqiqiy aniq kasb koordinatasi bormi?